Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Bugun biz Yog'och qaranchuq va uning do'stlari degan hikoyani anglaylik. Dehqon tog'lar yasab, etizliqqa tiklab qo'ygan yog'och qaranchuq bugun sal zerikib qolgandek qiladi. Chunki u doim birga o'ynaydigan do'stlarini topolmay o'tadi. Sungush qinidu, u nega ketgandi? U o'z-o'ziga shundoq dedi. Men bu yerda, men yutib ketmadim. Sungush shundoq dedi va chiroyli naqsini aytishga boshladi. Yog'och qaranchuq Sungush do'stini ko'rib va uning ovozini anglab xotirjam bo'ldi. Endi u do'sti qog'idan ansirab qolgan edi. Qog'i qinidu, u yutib ketdimi nima? U o'z-o'ziga shundoq dedi. Men mana bu yerda, men yutib ketmadim. Qog'i shundoq deb qaqildashga boshladi. Yog'och qaranchuq qog'ining ovozini anglab xotirjam bo'ldi. Endi u do'sti Choykidan ansirab o'tdi. Choyki nega ketgandi? U yutib ketdimi nima? U o'z-o'ziga shundoq dedi. Men bu yerda, men yutib ketmadim. Choyki shundoq dedi va naqsini aytishga boshladi. Yog'och qaranchuq Choykining ovozini anglab xotirjam bo'ldi. Pek yaxshi bo'ldi, mening hamma do'stlarim bor ekan, dedi u. Shundoq, biz yutib ketmadik. Biz hammamiz bu yerda. Ular bas-basda chuvurlashdi. Mana endi yog'och qaranchuq bekmi xushal bo'ldi. Chunki u hamma do'stlarini tepib oldi emasmi? Endi uning bugungi bir kunimi shu do'stlari bilan birga o'ynab, intayin ko'ngli ketadigan bo'ldi. Qandoq kichik do'stlar? Bu hikoyadagi yog'och qaranchuqning xushal bo'lganini ko'rib, sizlarmi tangli xushal bo'ldinglar, shundaqmi? Sizlarmi cho'qim do'stlaringlar bilan birga o'ynashni yaxshi ko'rsizlar? Undaqda bugungi yog'och qaranchuq va uning do'stlari degan hikoyamiz mana shu yergacha bo'lsin. Xayr xo'sh.